İki Xitay fuqarası Pakistan'da öldürüldü. 8 iyun günü Pakistan ve Afganistan arasında hareket kıldıgan Daesh isimli teşkilat 24 may günü görevge alıngan iki Xitay fuqarasını öldürgenlikini e'lon qilgan. Bu sebepten Xitay ve Pakistan dairələrinin nəhayətdə ciddiləşkənligi bildirildi. 8 iyun günü Pakistan ve Afganistan arasında hareket kıldıgan Kurallık Teşkilat İslam Devleti 24 may günü görevge alıngan iki Xitay fuqarasını öldürgenlikini e'lon qilgan bo'lib, bu sebepten Pakistan ve Xitay dairələri nəhayətmi ciddiləşkənliklərini bildirishgan. Xitay Tashqi ishlar Ministerligi bayonotchisi Hua Chunying e'lon qilgan bayonotada yüz bergen vaqaning rost yoki yolg'onligini aniqlash uchun Pakistan doiralari bilan birlikda butun tirikchilikni ishga solganligini hamda bu vaqadan intayin jiddiychilik va andisha ichida bo'layotganligini tilg'alagan. Xitoyning terror asabiylik va gunohsiz kishilarni nishon qilish qatorliq qilmishlarning hammasiga qarshi ekanligini bildirgan. 24 may kuni Pokistonning Baluchiston Kuvaytadagi bir shaxsiy maktabda Xitoy tili o'qituvchilik qiladigan Xitoy fuqaroligidagi 2 nafar er-xotin qurolli kishilar tomonidan tutqun qilingan bo'lib, Pokiston bexatarlik tarmoqlari bu ikki Xitoy er-xotin mashinasining Kuvaytada kimligi noma'lum kishilar tomonidan tuzoqqa dastilganligini bildirgan edi. Xitoy tomonidan o'tirib qo'yilgan bir balvoq bir yo'l loyihasi ichida Pokiston bilan Xitoy o'rtasida Pokiston-Xitoy iqtisodiy koridori plani tuzilgan bo'lib, buningda 57 milliard dollar mablag' solingan. Buning uchun nurg'un sonda Xitoy ko'chmanlari ishchi nomida Pokistonga o'tkazib kelingan. Bularning bexatarligiga kafolat qilish uchun Pokiston bexatarlik tarmoqlari kech-kunduz qo'g'dash vazifasini ustiga olgan. Shunday bo'lsa-mu, bu yerdagi Xitoy ko'chmanlari har xil usullarda noma'lum kishilar tomonidan zarbaga uchrab kelayotgan edi. Bu qatamqi ikki Xitoy fuqarosining qurolli tashkilotlar tomonidan o'ldirilganligi to'g'risidagi xabar xalqarodagi nufuzli axborot vositalari bo'lgan BBC, Reuters, CNN qatorliq ko'plagan axborotlarda keng o'rin oldi.